Agar siz koreyscha so'zlarni 3-4 marta yodlasangiz ham yodda qolmasa, bu sizda muammo bor degani emas. Sizga faqat to'g'ri texnika kerak. Bugun men sizga lug'atni tez yodlash uchun eng samarali va ilmiy asoslangan bir dona usul o'rgataman. Ko'pchilik nima qiladi? So'zni o'qiydi, tagiga tarjimasini yozadi, 10 marta takrorlaydi, 20 marta takrorlaydi, ammo bu usul miyani charchatadi va lug'at yodlashning eng yomon uslubi hisoblanadi. Chunki siz bu lug'atni miya uchun qiziq qilmayapsiz. Endi sizga 3 ta bosqichli yodlash texnikasini ko'rsataman. Birinchi bosqich so'z plus rasm. Masalan, koreyscha so'z, ya'ni mol so'zini olib olsak, bu bizada suv deb tarjima qilinadi. Siz bu so'zni rasm bilan bog'lang. Ya'ni bir chelak ustida mol deb yozilganini tasavvur qiling. Va ana shunday holatda miya rasmni ham, so'zni o'qilishini ham, yozilishini ham birgalikda eslab qoladi. Ikkinchi bosqich g'alati assotsiatsiya. Agar siz bir so'zni qiyin eslab qolayotgan bo'lsangiz, unda siz kulgili yoki g'alati bog'lanish yaratishingiz kerak. Misol uchun, mul, muloyim suv ichib muloyim bo'lib ketdim. Miya shuni osonroq eslab qoladi. Uchinchi bosqich kontekst jumlada ishlatish, ya'ni yodlagan so'zingizni jumlada ishlating. Misol uchun, o'nil, mul, mani, mashyostoyo. Ya'ni bugun ko'p suv ichdim. Bu bosqichda siz so'zni haqiqiy hayotda ishlatishga ham tayyor bo'lasiz. Va oxirgi bonus maslahat, so'zlarni, yodlagan so'zlaringizni 3-4 kunda bir marta takrorlab turing, lekin har safar rasm, assotsiatsiya va jumlani birga eslang. Bu sizga so'zlarni doimiy yodda qolishini beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.